Assalomu alaykum barcha obunachilarga. Bugun sizlar bilan HTML ni o'rganamiz. Birinchi VS Code'ni o'rnatib, oldingi darslarda VS Code'ni o'rnatishni o'rgatganman. VS Code'ni o'rnatib, papkada ochamiz va bu yerda index.html faylni yaratish uchun bu ikonkaga bosamiz va bu yerga index.html. Har doim HTML faylni yaratmoqchi bo'lganda xuddi shunday yoziladi va ichiga shift birdan bosamiz. Mana shunaqa ochilib qoladi va enter bossak HTML boshlang'ich kodlari chiqadi. Birinchi sizlar bilan h1dagi o'rganamiz. h1dagi HTMLdagi eng katta tekst hisoblanadi. Bu mana bunday yoziladi. Mana bunday yoziladi h1. Va HTMLdagi eng kichkina tag bu h6 tagi. Tekshirib ko'ramiz. Go live qilamiz. Go live qilish uchun live serverni yuklab olish kerak. Serverni men yuklab oldim va faylga qaytib kirsak, bu yerda go live tugmasi chiqishi kerak. Mana chiqdi va go live tugmasiga bosamiz. Bir oz kutamiz va bizda shunday bir oyna ochiladi. Mana bu salom yozuvini tekstini h1 ga yozganman. Bu eng katta tekst. Shuning uchun bu salom tagi eng katta yozuvda chiqdi. Mana bu salom tekstini esa h6 tagida yozganman. Shuning uchun bu eng kichkinasida chiqdi. Hozir men sizlarga HTMLdagi barcha sarlavha taglarini aytib o'tib ketaman. h1 salom va h2 bor, h1 dan keyin turadi va h3 bu h2 dan keyingi kichkina tag va h4 salom. Mana h5 salom. Oxirgi tagimiz esa h6. Mana tayyor. Bu h1 eng katta tag, h2 kichkinaroq, h3 undan ham kichkinaroq, h4 undan ham kichkinaroq, h5 eng kichkinasidan bir pog'ona tepada, h6 esa eng kichkinasi. Qani natijani ko'ramiz. Mana natijada katta, kichkinaroq, kichik, kichkina, juda ham kichkina va undan ham kichkina. Bunday chiqdi. Keyingi darslarda ma'lumot berish mumkin bo'lgan taglarni ko'ramiz.